Assalomu alaykum. Xush keldingiz. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Ismingiz nima? Churiyev Rustam. Esa talantingizni ko'rsatasiz. Sizda o'zi talantlar soni ko'pmi yoki faqat bittami? Talantlar soni ko'p. Hozirgi chiqishim jahonda bo'lmagan narsa. Demak, Rustambek, olg'a sahna sizni kutyapti. Marhamat. Men sizga ishonaman. Agar yutmasang, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Churiyev Rustam, yoshim 20 da. Hozirgi chiqishim ko'zim bo'ylangan tarzda sizlarga rasm chizib beraman. Rostdan. Oxirida natijasini ko'rasizlar. Ko'ramiz, qay darajada chizasiz. boshlang. Qiyin. Uni ustiga katta kis bilan ishlash. Qotib qoldilarmi? Yaxshimisiz? Nimadir bo'ldimi? Davom ettiradimi? Yo'q. Xohlaganingizlik chiqdimi? Sizni ko'nglingizdagidek bo'ldimi? Ideal emas. Siz ko'zingizni yumib olma chiza olasizmi? Qoyil, lekin men ochig'ini aytsam, hayron qoldim.
bizni hayratlantira oldingiz. Buni qay darajada qiyin ekanligini qalban boshqalarga nisbatan men ko'proq his etaman va menga yoqdi. Sizchi, siz nima deb o'ylaysiz, Bobur aka? Rustam, men o'ylaymanki, bu bunaqa tanlovda bu bilan kimnidir lol qoldirish Nima deyapti? Zo'r chiqqan-ku. Lekin rassomlik bu Alloh tomonidan berilgan tug'ma qobiliyat bo'ladi. Qobiliyat. Bu yigitning qobiliyatlari bor. u yomon rassom, yomon chizar ekan deyotganim yo'q. Tushundim. Bu tanlovda Jahonda ham ko'rmaganman ko'zimni yumib rasm chizishni. Men birinchi marta to'xim yetdi, olib chiqdim. Siz mana shu qahramonni yaxshi ko'rganingiz uchun aynan mana shu salbiy qahramonni tanladingizmi yoki nima uchun aynan? Men bu loyihani O'zbekiston emas, butun jahonga tanitish uchun hamma tanigan giroyin chizishni xohladim. Tushunarli. Men masalan chizsam ham bo'ladi. Qo'limdan kela oladi. asosiy ishingiz nima? Nima bilan pul topadi? Daromad devorlarga rasm ishlashdan. Grafiti. O'zim Instagram blog yuritaman. Noodatiy tarzda portretlar ishlab boryapman hozir. O'sha blogda joylayapman. Rustam.art deb yozsangiz chiqadi. Asosiy yo'nalishlari peyzaj, ya'ni tabiat emas, portret bilan shug'ullanar ekanlar, mana asosan. Va mana bu yerdagi ishlari menga yoqdi ko'proq, chunki gugurtlarni taqlab turib, portret qilib, keyin uni yondirganlar, mana qarang. Xullas, kelinglar, ovoz beramiz. Birinchi Shahzoda. Men bugun ha deyman. Chunki yana yaxshi natijalar ko'rsata oladi deb o'yladim. Я нет. Yo'q. Ko'rib turganingizdek, bizda bunaqa yoshlar juda ham ko'p. Reklamani tomosha qilib bo'lgan bo'lsangiz, endi Got Talent O'zbekistonni tomosha qiling. Hayratda qolishingizga mana shu yoshlar harakat qilishmoqda o'zlarining iqtidori bilan. Harakat! Bu vaqtda esa hakamlar javobini kutayotgan Rustam nafas olishni ham esdan chiqarayotgandi. Я нет. Yo'q. Shuncha fikr bildirildi. Siz bularni to'g'ri qabul qiling. Bizani to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Siz xafa bo'lmang, Rustam. Hamma narsa bo'ladi bu hayotda. Chiqsa yo'q, bir safar siz yutqazgan bo'lsangiz, keyingi safar yutishingiz Katta mumkin. bola nima yupatib o'tiribsizlar? 20 yoshli bola. Это взрослое шоу, где есть нет и есть да. Я сказал нет, скажи свое слово и все.
Rustam, mana shuncha fikrlarga qaramasdan aytaman, men ishonaman sizga. Ishonaman. Shuncha to's-to'polonlarga qaramasdan-chi men sizga imkoniyat beraman, bugun ha deyman. Siz keyingi bosqichdasiz. Bo'ldi. Ura! Молодец, Rustam! Tabriklaymiz. Omad. Keyingi safar bundan zo'r natija ko'rsatishingizga ishonchimiz komil.